O'rtoq mashinalar qimmat paytda mashbatingizni 300 dollardan 40 oyga arendaga olganman. Jonimga tegib ketdi. Yur, qallob arendatorga topshirib kelaylik. Yur ketdik. Ana qimmatingizni olib qoling, bergan 10 oy arenda puliga roziman. Ya, 10 oy qayda mashina topshirib keturasanmi? Ha, oy nima ish qiladi o'zi? Havaskor aktyormi? Kekiras. Ha, oy, ko'rasan ahmoqlik qildi. Ha, shuncha qolgan sen haydab qo'ygin, keyin oxirida mashina sotib pulini bo'lishib olrasanlar. Kira qilib aktyor bo'la olmayman de. Ya, nima san? Endi aktyor Shohruh. Ha, jonim deganiga mashhur bo'lib ketgan bo'lsam, nima deyapti? Har kuni kinodagi 2 soat kira qilgan, keyin yuzi tanish bo'lib odamlarga mashhur bo'lib ketganda, sen ham balki Shohruh bo'lib ketarsan. Unda o'zing qolgan to'lab qo'ya qolaman. Jon, ketdi, ovqatlanib kelaylik. Asal, o'zi arendam to'la olmayapman. Undan ko'ra yur topshirib kelaylik shu matingizni. Bo'pti, ketdi. Bergan 10 oy arendamga roziman. Syomkalarimga ulgura olmayapman. Undan ko'ra olib qo'ya qoling. Sen ham tez taslim bo'lib qolgansan. O'tgan daftar, siz sevgan qizi bo'lsangiz kerak. Nima ish qilasiz? Uyda zakazga ovqat pishiraman. Ana, nima hind aktyor Shohruh o'zi mashhur bo'lib qolgan bo'lsa, nima deyapti? U yurgan kinoda kajol bilan kayf qilib, uni xotini har kuni kira qilib, pul bilan ta'minlab qo'ygan. Agar siz ham bo'lajak eringizni mashhur bo'lishini xohlasangiz, mashinani oxirigacha haydab qo'yasiz. Mayli, haydab qo'yaman. Faqat oxirida mashina sotgan mana bitta sherigi bor. O'sha bilan pul bo'lishib olasizlar. Ukam vaqting bormi? Opa, nima qilish kerak? Yurman mashinani arendatorga topshirib kelaylik. Yana qolganini haydab qo'ygin desa, ko'nib o'tirmang. Nima men sizga o'qiman, ha? Men seni ogohlantirgandim. Nimaga olding o'zi? Bilmadim, qanaqa aldanib qolganimni. 10 oy ekan, to'laveramiz, opa. Amallab 4 o'g'lon shu mashinadan qutulib qo'ydilaring-a. Hozir bu mashinani endi bozorga olib chiqsalaring 1,5 mingdan ko'piga olib qolmaydi. Shuning uchun men insof bilan 2 mingga sotib olaman. Voy, 10 oyda 3000 dollar to'lab, qo'limizdagi 500 dollardan teyaptimi? Nechesini? Nohaqlik, qalloblik-ku. Chimballaringni, bo'pti. Hozir sizlarga bu 500 dollardan bo'lsalaring, bir tinchirlik qo'rasanlar. Shuning uchun 2000 dollar bermayman-da. Buni shapka qilib olib qolib, orqangda Cobalt sizlarga beraman. Har bitta 10 oyda 500 dollar to'lab berasanlar. Mayli. Anaqa, bizni to'lashga qiynalib qolamiz sizlarning. Yana bitta og'aylarni olib kela qolaring. This is that ice cold Michelle fight for that